21 vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, o'lim sening sirlaringni oshkora qiladi. Qiyomat kuni sening amallaringni sinovdan o'tkazadi. Jazo seni oshkora qiladi. Agar gunoh qilgan bo'lsan, uning kichikligini ko'rma. Bundan ko'ra sen kimga bo'ysunmay qolganingni ko'r. Agar senga taqdir kichik miqdorda berilsa, uning kichikligini ko'rma. Bundan ko'ra uni senga berganni ko'r. Kichik gunohni kamsitma, chunki sen qaysi gunohing bilan uning so'zlariga qarshi chiqqaningni bilmaysan. O'zingni mening azobimdan emin deb o'ylama. U men uchun yengilroq, tungi qo'rday tor va so'lgan toshdan o'tayotgan murchaqdaydir. Ey odam bolasi, menga bo'ysundingmi? Mening g'azabimni eslab. Men taqiqlagan narsadan tiyildingmi? Men sendan talab qilgan burchlarni bajardingmi? Kambag'allarni boyliging bilan quvontirdingmi? Senga yomonlik qilgan kishiga yaxshilik qildingmi? Senga yomonlik qilgan kishini kechirdingmi? Qarindoshlik aloqalarini uzgan kishiga qayta tikladingmi? Senni aldagan kishiga adolatli bo'ldingmi? Sen bilan aloqani uzgan kishi bilan so'zlashdingmi? O'g'lingni tarbiya qildingmi? Qo'shningga yaxshilik qildingmi? Ilmdorlardan dining va dunyoviy hayoting haqida so'radingmi? Albatta men sizlarning tashqi ko'riningizga va zeb-zihatingizga qaramayman. Men sizlarning yuraklaringizga qarayman va ushbu sifatlaringiz mening roziligimdir.